Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birgalikda Qo'qon universiteti Andijon filialiga 2025-2026 o'quv yiliga o'qishga kirish bo'yicha onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Dastlab saytga kirish. Smartfoningiz yoki kompyuteringizda brauzerni oching. Qidiruvga qabul.quvaf.uz deb yozing va saytga kiring. Ikkinchi bosqich ro'yxatdan o'tish. Ekranning yuqori o'ng qismida ariza topshirish tugmasini bosing. Telefon raqamingizni kiriting va tasdiqlash tugmasini bosing. Telefoningizga yuborilgan 6 xonali SMS kodini kiriting. Uchinchi bosqich profil yaratish. Profilingiz uchun parol o'ylab toping va uni pastki qatorga takroran kiriting. To'rtinchi bosqich shaxsiy ma'lumotlar. Shaxsiy ma'lumotlar bo'limida pasportingizdagi 14 xonali JSHR raqamini kiriting. Quyidagi qatorga pasport seriyasi va raqamini kiriting. Qidiruv tugmasini bosing va ma'lumotlaringiz to'g'riligiga ishonch hosil qiling. So'ngra davom ettirish tugmasini bosing. 5-bosqich ta'lim yo'nalishini tanlash. Ta'lim turini tanlang. Bakalavr, magistratura va hokazo. Tamomlagan ta'lim muassasangizni ko'rsating va bitirgan yilingizni belgilang. Eng avvalo 3 xil ta'lim shaklidan birini tanlang. Kunduzgi, sirtqi yoki masofaviy. Ta'lim tilini tanlang. So'ngra sizga mos yo'nalishni tanlang. 6-bosqich qayd varaqasi. Arizani to'ldirib bo'lgach, qayd varaqasini yuklab oling va saqlab qo'ying. Tabriklaymiz, siz Qo'qon universiteti Andijon filialiga onlayn ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz.